Assalomu alaykum do'stlar. Biz 14-savol tahlili. Kasallik tarixida yurak xurujlariga nasliy moyilligi bor va katta qorin solgan 50 yoshli bemor shifokorga ko'rikka kelibdi va qanday qilib ortiqcha vazndan qutulish bo'yicha maslahat olish uchun uning vazni 100 kg, bo'yi 1,85 metr. Uning hayot tarzini gipodinamik hayot tarzi, ya'ni gipodinamik bilamiz. Bu kam harakat hayot tarzi da yashaydigan bemor ekan. Bu bemorda qaysi kasallik paydo bo'lishi xavfi balandroq deyilyapti do'stlar. Endi o'zi bemorda profilaktika va xavf omillariga to'xtaladigan bo'lsak, yosh 50 yosh va hayot tarzi gipodinamik, ya'ni kam harakat va eng bizni qo'rqitadigan xavflardan biri nasliy moyilligi bor ekan, yurak xurujiga nisbatan. Endi viscera, ya'ni abdominal soha ham deymiz, ya'ni qorin sohasida semizlikni ko'rishimiz mumkin. Bu metabolik faol yog' miqdorining ko'paygani, ya'ni lipidlar miqdorining ortgani. Lipidlar bilamiz glyukoza. Endi bog'laydigan bo'lsak kasallikka birinchi o'rinda metabolik sindrom bo'lishi mumkin, ya'ni modda almashinuv buzilishi natijasida kelib chiqadigan sindrom hisoblanadi. Bu endi bu ateroskleroz, ya'ni tomirlarning torayishiga ham olib kelishi mumkin. Bu ateroskleroz bilyashkalar paydo qiladi, ya'ni shishlarni ateroskleroz va tomirlarni toraytiradi. Ateroskleroz va inson insulin rezistentligini esa rivojlanishini ta'minlab beradi, ya'ni insulin rezistentligi shu orqali ham rivojlanishi mumkin do'stlar. Endi prognoz qilingan kasalliklardan biri, yana biri bu yurak ishemik kasalligini keltirib chiqarishi mumkin yoki infarktmi, miokardmi kelib chiqishi mumkin. Chunki yurak xurujlariga nasliy moyilligi bor ekan bu bemor. Agarda o'zini mana shu vaznni ortib ketishidan saqlanmasa, ya'ni 100 kg ortib ketaversa, katta ehtimol bilan yurak qismimizni yog' bosadi albatta do'stlar, va shuning uchun ham miokard, infarktlar kelib chiqishi mumkin. Va ikkinchisi tipli qandli diabet kasalligini ham keltirib chiqarishi mumkin. Bu aytib o'tdiki, insulin rezistentligini oshiradi va glyukozaga bog'liq jarayon bo'lyapti. Shuning uchun ham qandli diabetni keltirib chiqarishi mumkin. Uchta asosan kelib chiqadigan kasalliklar. Birinchisi ateroskleroz, keyin yurak ishemik kasalliklari va qandli diabet tipidagi kasalliklar ham kelib chiqishi mumkin do'stlar.